Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana bugun Hakandi Zilol ko'chasiga ushbu xonadonga metan pechlarini o'rnatdik. Mana hozir ko'rib o'tamiz. Bu qurilgan model Polygon Ultra modelining oynalik varianti bo'lib, ikkita 5 ga 6 metrli ikkita xonani bemalol isitadi. Bu birinchi xona 5 ga 5 metr. Bu Polygon Ultra modelining oldi tomoni edi. Endi orqa qismini ko'ramiz. Bu Polygon Ultra modelining orqa qismi bo'lib, bu xona ham 5 ga 5 metr. Bu mo'risi 3-etajdan o'tib tomgacha chiqadi.